narx ekan deb qo'yib ketaverishmasdi. Bilal aka, bizning harakatdan 17 ming, 14 mingdan yer hisobida uylar qo'yib boryapmiz. Lekin hozir siz aytayotgan narxdagi joy menimcha bu bo'lishi mumkin emas deb hisoblayapman. Men yo atrofiga ham qarayapman, yangi qurilayotgan kottejlar bo'lyapti. Endi rivojlanayotgan mahallaga kiryapti-da. Bu harakatdan peshobod ko'chadan 1 kilometr atrofida kirib keldim. Qaysi joyga aytyapsiz? Endi qara. Bu peshobod ko'chadan ham kirsang bo'ladi, Imom Azam masjididan 1 kilometr ko'rdim. Mana bu uylarni qara. Bu yerda qurilyapti, yaxshi rivojlanayotgan mahalla. Xo'p, endi 14 mingdan qo'ydik, u masjidning yoni edi, 17 mingdan qo'ygan. Bu masjiddan 1 kilometr atrofida. Endi mahallani biza bitta narsada qara. Narx ekan deb qo'yib ketaverishmasdi. Men bizni minusini ham aytamiz. Endi rivojlanayotgan mahalla asfalt bo'lmagan. Men bitta mana ko'rsam yaqinda asfalt bo'lish holati. Bu yerda sotig'ini 8500 dan baholab qo'yapman. 8 sotig'li yerim bor. 8500 qulay manzil, harakat, mana bitta quryapti, bu yerga ham qurish imkoniyati bor. Endi bitta narsani aytaymi? Borini boricha ko'rsataman, uni bekitib reklama qilib, u yaxshi emas joyi yaxshi qilib reklama qilmaymiz. Mana Tvisekoltni o'tgan. Ko'rdingmi? Hamma qurib qo'yibdimi? Shunaqa. Qurish imkoniyati bor. Endi orqadan ham Tvisekoltni o'tganda. Orqadan qochirib, orqa qo'li qilib quryapti odamlar. Bu yerga uchastka qursa bo'ladi. Kadastri bor, dokument. Bir kunda notarius qilib dokument qilib berib yuboraman shunga. Sotu $8,5 ming sotig'i, 8 sotu, fasad 20, u yoq 40. Endi qara, bu yoq ko'chadan ham chiqib ketsang bo'ladi, bu yoqdan ham chiqsang bo'ladi. Chiroyli narxlarda qo'yganman. Faqat barakasini qilib olishimiz kerak, tezkor sotuv. Srochniga pul zarur. Shuncha qo'yib yuboryapman, arzon. Ko'rdim, aka, qurilishlari hammasi, misol uchun atrofdagi xonadonlar yaxshi mahalla bo'lyapti. Endi rivojlanishga yaqin ekan. 8,5 ming menimcha harakatga juda arzon hozirgi paytda. Plus aytaman, suv, svet, gaz bor. Hamma narsa bor. Mana odamlar yashab turibdi, mana kottejlar ertinga sotilishi boshladi. Chiroyli mahalla, qo'ni-qo'shni asfaltlik borishadi. Tamom. Okalar, srochniy sotuv. Aybini ham aytdik, vaziyatini ham aytdik. Sotig'i 8500 dan. Menni arzonini topsangiz, kommentariyaga yozib keting. Harakat legendarniy mahalla. Raqam qoladi, qo'ng'iroqqa baraka qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar. Shunaqa arzon harakatdan yer qidirib yurgan quruvchilarga jo'natib qo'yasizlar.